Assalomu alaykum. Qalaysizlar qizajonlar, yaxshimisizlar? Hammalaringizga xayrli tong. Shabon oyini ro'zalarini, nafl ro'zalarini yaxshi tutib olyapsizlarmi? Charchab qolmayapsizlarmi? Havo juda ham yaxshi, isib ketmagan. Bemalol qo'rqmasdan tutaversanglar bo'ladi. Hech kim suvsab qolayotgani yo'q. Mazza qilib, mana kecha mazza qilib yurdim. Qizlarjonlar, kecha 2-fevraldan 3-fevralga o'tar kechasi, barot kechasi edi. Kechasi bilan uxlamasdan nima edi, namozlarini o'qib, istig'forlar aytib qizlarga, aytib chiqqan qizlar, sizlarni hamma niyatlaring amalga oshishini so'rab qolaman. Nimaga o'ylagan niyatlaring bo'lsa, hammasi amalga oshsin. Qizlarjonlar, men febrlikdan mana shu slim patchalarni zakaz qilgandim va buni shu kunga to'g'ri kelgan ekan. Buni obzor qilib berish. Hozir buni mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi va ichidan mana shunaqa patchalar chiqadi. Razmerlari xuddi shunaqa razmerda bo'ladi. Katta, o'rtacha va kichkina razmerlarda. Mana shunaqa. Orqasi naklinkali bo'ladi. Buni xohlagan joylaringizga, o'ziga yoqmagan, semirib ketgan joylaringizga bemalol yopishtiravering. Bu zararsiz, chiroyli qilib sizni ozdirib beradi. Ichida 40 shtuk bo'ladi. 40 dona bemalol sizni yaxshi chiroyli bo'lib ozishingizga yordam beradi. Shunaqa ko'rinishda. Mana shuni olib yopishtirib qo'yilaveradi va bu одноразный qizlarjonlar qayta ishlatilmaydi. Bittasi bir marta ishlatiladi. Mana shu bitta listini o'zi ham bizga bir marta qo'yishimizga yetsa kerak. Bizani chiroyli qilib ozdirib beradi mana. Soni shunaqa. Har bittasida 8 donadan va 5 ta shtuk. Mana 5 ta shtuk bo'ladi. Bemalol yetadi. Agar buni 2-3 kishi ham yoki 5 kishi ham bo'lib bittasini olsa bo'ladi. Bitta listdan bo'lib olsa bo'ladi. Juda ham zo'r mahsulot. Tabletka icholmayman yoki detoks cho'larini icholmayman degan qizlar uchun bu juda ham yaxshi narsa. Bundan boshqasi yo'q. Shunaqa qizlarjonlar. Bizani yangi mahsulotlar va o'zimga olgan mahsulotlarni shunaqa ochib obzor qilib berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.